Bu baliqning nomi hamsi. Bugun sizlarga qanaqa qilib tozalab pishirganimni ko'rsatmoqchiman. Shundoq boshini yonidan bo'lib, shuni tortsangiz, ichi shunday chiqadi. Qornini ham yaxshilab ochib, tozalab olib, chekkasidan sal boshini chekkasidan bo'yindan suyagini ochsangiz, suyagini ham tortsangiz, u ham polni chiqadi. Ko'pchilik mayda ish bo'lgani uchun suyagini tozalamaydi. Lekin tozalab qo'ysangiz mazza qilib yeysiz. Juda ham mayda ish, lekin arziydi. Va nihoyat 2 soat deganda baliqlarimni yuvib tozalab oldim. 2-3 marta yaxshilab yuvib, suzg'ichga qo'yib, suvini oqitamiz yaxshilab. Keyin esa kukuruzni unga bo'lab pishirishimiz mumkin. Xohlasanglar ko'p bo'lsa, muzxonaga ham qo'yishinglar mumkin. Unga bulashning eng oson usuli paketga kukuruzni un, baliqlarni solib, og'zini tugib, silkitib olish. Tovaga baliqlarimizni terib, yog'ini solib, old orqasini qizartirishni boshlaymiz. Bir tarafi qizargach, shunaqa tekis qopqog'i yopib, ichidagi yog'ini bitta kosaga suzib olib, keyin videoda ko'rsatilgandek qo'poq yordamida teskarisini aylantirib olamiz. Aytgancha baliqni unlashdan oldin tuzlashni ham unutmang. Bu retseptni baliq yaxshi ko'radigan tanishingizni jo'natib qo'ying.